Xitoycha Feng Shui, o'zbekcha nomi esa Iblis ma'bud imperatori. 6-avlod Iblis ma'bud imperatori. Yoshi 700 yosh, ruhiy quvvati 1 million. Kasbi 72 Iblis ma'bud ustunlarining Iblis ma'bud imperatori. Tegishliligi Iblis ajdarho klani. Feng Shui muqaddas Iblis qit'asidagi iblislar irqining oliy hukmdori va eng kuchli irq. Osmonni qarshi oluvchi Iblis ajdarho klanining imperatoridir. U insoniyat tarixidagi 6-Iblis imperatori bo'lib, tarixdagi eng kuchli Iblis imperatori hisoblanadi. Tashqi ko'rinishi: Feng Shui baland bo'yli, oqish terili, ancha uzun to'q qora sochli va to'q ko'k ko'zli edi. U odatda ustida xira binafsha yorug' naqshlari bor bo'lgan qora xalat kiyadi. Shaxsiyati: Feng Shui so'q fe'l atvorga ega. Ammo u doimo rafiqasi Bai Lingxuan, nabirasi Long Haochen va qizi Bai Yueni sevgan. Oxir-oqibat u o'z joniga qasd qilib, samoviy dunyoda rafiqasini izlab ketadi. Tarixi: Shengmo Daluda insonlar doimo zaif holatda bo'lishining asosiy sababi uning mavjudligi edi. U yengib bo'lmaydigan iblislar orasida mutlaq ustunlik timsoli edi. Ha, bu Feng Shui edi. Bu go'zal ism iblislar pog'onasining cho'qqisida turgan Iblis imperatoriga tegishli edi. Rivoyatlarga ko'ra, Shengmo Daluga tushgan birinchi Iblis ma'bud imperatori 72 Iblis ma'budni boshqargan paytda dastlab bu ismga ega bo'lmagan. Ammo insoniyatning katta qismini qirib tashlagach, u o'ziga insoniy ism bergan. Shundan so'ng barcha avlod Iblis ma'bud imperatorlari shu ismni bugungacha davom ettirib kelgan. Kultivatsiya darajasi: yarim ma'bud, 10-bosqich. Qobiliyatlari: yo'q qilish birligi. Millionlab ruhiy quvvatni bitta zarbaga siqib jamlaydi. Kuchi nihoyatda dahshatli. Iblis ma'bud quyoshi. Tiklanish usuli: o'zining ruhiy va jismoniy quvvatini sezilarli darajada tiklaydi. Iblis ajdarhosining qo'riqchisi. Bu Iblis ajdarho klanining osmonga qarshi eng kuchli himoya qobiliyatidir. Osmonni qarshi oluvchi qorong'u Iblis momaqaldirog'i. Bu osmonni qarshi oluvchi Iblis ajdarho imperatorining qorong'ulik xususiyati va momaqaldiroq xususiyatining qo'shilishidan hosil bo'lgan usul. Osmonga qarshi qorong'u sehrli niqob. Bu qorong'ulik va chaqmoqning ikki xususiyatidan tashkil topgan niqobdir. Bir tomoni qorong'u, ikkinchi tomoni esa ko'k va binafsha. Osmonga qarshi bu o'z qonini yoqish orqali o'z kuchini keskin oshiradi. Osmonni qarshi oluvchi Iblis qilichi. Bu o'z tana qismlaridan qayta ishlangan super artefaktdir. Osmonni qarshi oluvchi Iblis ma'bud zirhi. Bu iblislashuv natijasida yuzaga kelgan super artefakt darajasidagi jihozdir. Osmonni qarshi oluvchi Iblis ma'bud hududi. Bu osmonni qarshi oluvchi Iblis ajdarho imperatoriga xos maxsus hududdir. Samoviy Iblis parogandalik dafasi. Bu o'ziga shikast yetkazish orqali hujum kuchini oshiradi. Iblislarning samoviylashuvi. Bu 72 Iblis ma'bud ustuni va iblislarga xos maxsus qobiliyatdir. Sehrli ustun aksi. 72 Iblis ustuni o'z ustunlari orqali kuchini oshiradi. Syujet: 1 milliondan ortiq ruhiy quvvatga ega, tashqi ko'rinishidan ma'budga o'xshagan mavjudot aslida har kuni bir nechta ruhiy quvvatlarning aks ta'siridan aziyat chekar edi. Turli irqlarni tekshirayotganda u jarohatlangan va xushsiz Bai Lingxuanni ko'radi. U Bai Lingxuanning zaif fe'l atvori va go'zal qiyofasidan ta'sirlanib, uni qutqaradi. Feng Shui o'zini Fengling, ya'ni Iblis ovlash guruhining a'zosi sifatida tanishtirib, Bai Lingxuanga oshiq bo'ladi. Ma'bad ittifoqiga qaytgach, inson chegarasida Feng Shuining shaxsi fosh bo'ladi va u ikki unvon darajasidagi Iblis ovlash guruhi tomonidan hujumga uchrab, og'ir talofat ko'radi. Feng Shui hushiga kelganida 1 yil o'tgan edi.
Bai Lingxuanni izlab borganda esa uning vafot etganini biladi. Feng Xiu Bai Yuening o'ziga xos aurasini uning tanasida sezgach, iblislar va ittifoq o'rtasidagi jang vaqtida Bai Yueni olib ketadi va uni yarim yildan ortiq iblislar orasida saqlaydi. Long Haochenning miniladigan mavjudoti Haoyening qayta yo'q qilish maqsadida u yulduzli iblis minorasida Long Haochenning o'ldirishni rejalashtiradi. O'g'li Aobao Long Haochen tomonidan mag'lub etilgach, Feng Xiu uni o'zining birinchi vorisi deb biladi va Long Haochen bilan yakuniy jangda Bai Lingxuanni topish uchun oxir-oqibat o'z joniga qasd qilishni tanlaydi. Ushbu tahlil video YouTube'dagi Donghua tahlil kanali uchun maxsus tayyorlandi. Taxt muhri yoki shunga o'xshash qiziqarli Donhuani tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dagi Banana TV platformasini yuklab olishingizni tavsiya etaman. Sizlar bilan Donghua tahlil kanali va Enzo bo'ldi. Keyingi tahlil videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.